Diqqat! Shoshilinch tezkor xabar. Ertaga O'zbekiston hududida qanday ob-havo bo'lishi prognoz qilindi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videomiz ostida bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. O'zgidromet ertaga 8-aprel kuni qanday ob-havo bo'lishini prognoz qildi. Unga ko'ra Toshkent shahrida yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 10-12 daraja, kunduzi 14-16 daraja bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 6-11 daraja, kunduzi 15-20 daraja, ba'zi joylarda 23 darajagacha bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 15-20 daraja bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 13-18 daraja bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 18-23 daraja bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 13-18 daraja bo'ladi. Respublikaning tog' oldi va tog'li hududlari havo o'zgaruvchan bo'ladi. Vaqti bilan yomg'ir yog'adi, ba'zi joylarda kuchli bo'ladi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Tog'li hududlarda 2000 metrdan yuqorida qor ko'chish xavfi bor. Harorat kechasi va kunduzi 3-8 daraja iliq bo'ladi. Muhim hodisalar 7-9 aprel kunlari respublikaning tog' oldi va tog'li hududlarida sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. 7-8 aprel kunlari respublikaning tog'li hududlarida 2000 metrdan yuqorida qor ko'chish xavfi bor deyiladi xabarda.